Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kishining axloqi oliy bo'lishi mumkin. Hamma rozi bo'layotgan go'zal xulqi bo'lishi mumkin. Tahajjudi bo'lishi mumkin. Namozi bor, zikri bor, solih amali bor. Allohga qilayotgan bir chiroyli da'vatlari bor. Agar mana shu fazilatlarni barchasini inson Allohning fazli demasdan, bu o'zimni qilgan mehnatimning samarasi deydigan bo'lsa, bu odamda ixlosni zaif ekanligi ko'rinadi. Kechagi darsimiz oxirida aytdik, agar Alloh taolo senga o'zini fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib senga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun bizda nima xayriyat, nima yaxshilik bo'lsa, buni Allohning fazli deyishimiz kerak bo'ladi. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'la olmas edi. Lekin Alloh fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishilarni poklar. Biz gunohdan istig'for aytayotganimiz o'zi Allohning bizga bergan fazli. Biz qilgan ishimizni gunoh ekanligini bilayotganligimiz ham Allohning fazli. Alloh taologa yolvorib gunohimni kechir deyotganligimiz ham Allohning fazli. Chunki agar Alloh fazl ko'rsatmasa, gunohligini ko'rmaymiz. Qilgan xatoyimizni xato ekanligini ko'rmaymiz. Bor odamlar, nima bo'lib qilsam deydi. O'zim pulimga qilyapman bu ishni deydi. Allohning fazli bo'lganligi uchun biz gunohni gunoh deb bilamiz, savobni savob deb bilamiz. Astagfirullah. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Mana hozir aytdik. Agar Alloh bizni ko'zimizga gunohni xunuk ekanligini ko'rsatib qo'ymasa, gunohni xunuk narsa ekanligini bilmaymiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli qilib ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni va itoatsizlikni hamda isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Savobli ishlar ko'zimizga chiroyli bo'ldi, Alloh chiroyli qilib ko'rsatgani uchun. Isyon, gunoh, ma'siyat yomon amal ekanligini ko'rdik, Alloh ko'rsatgani uchun. Va illo biz o'zimiz hech ham bu narsani ajrata olmagan bo'lar edik. Alloh azza va jalla bir bandaga bir amal qilishga tavfiq berdi. Shu amalni Alloh qildi. Faqat shu bandani qo'li bilan qildi. Agar shu solih amalni qilgan banda men qildim desa, bu odam albatta adashadi bu odam. Masalan, bir odamni ovozi chiroyli, bir odamni surati chiroyli, bir odamni zehni boshqacha zo'r, bir odam tug'ilishidan jismonan baquvvat. Bu odamlarni birontasi shu fazilatlarga ega bo'lishlikka mehnat qilgani yo'q. Alloh shunday hadya qilib berib qo'ydi. Tushunarlimi? Chiroyli bo'lib yaraldingiz. Siz fazilatingiz emas bu. Alloh chiroyli qilib bir ovozni berdi. Yo bir boyni bolasi bo'lib tug'ildingiz. Siz hech narsa qilganingiz yo'q. O'shuning uchun qaytarib aytyapmiz, takror aytyapmiz. Sizda nima xayriyat bo'lsa, bu Allohning fazli deb biling. Kishini ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir kasal bor. Kishining ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir narsa bor, bir kasal bor. Nima u? Banda qilgan amaliga Allohdan mukofotni talab qilishi. Qilgan savob amalingizga Alloh taolodan mukofotni talab qilishingiz. Parvardigor, men namozni o'qidim, endi so'raganimni ber. Parvardigor, men pul sarflab hajga, umraga bordim, endi so'raganimni ber. Mukofot qani? Nimaga bermayapsan? Bir savobli ish qilib turib orqasidan so'raymiz, a? Lekin bu so'rayotganimiz Allohning fazlidan bo'lsin. Nima degani? Alloh taoloni rozi qiladigan ishni qildik, orqasidan duo qilyatib, namoz o'qiganim uchun ber emas, roza tutganim uchun ber emas, fazli marhamatingdan ber. Agar Alloh taolo siz bilan bizga bergan ne'matlarni sanasak, adog'iga yeta olmaymiz. 500 yil faqat ibodat bilan yashagan, tog'da cho'qqisida rohib. Tog'da yashagan. Oldida bulog'i bo'lgan.
Anor bo'lgan daraxti. Kunda bitta anor pishgan, anorni yeb faqat ibodat qilgan 500 yil. Alloh taolo qiyomat bo'lib u bandasini jannatga seni o'zim rahmatim bilan kiritaymi, qilgan amaling bilanmi dedi. Hali banda gunoh qilmagan 500 yil. Parvardigor amalim bilan kirit dedi. Maloikalar hisoblashdi. 500 yillik ibodatini o'lchashganida bitta ko'zini, shukrini ado qilishga kifoya qilmadi. Do'zaxga ketadigan bo'ldi. Shunda dod dedi haligi rohib, Parvardigor meni rahmating bilan kirit deb. Shuning uchun 30 kun roza tutib turib, roza tutganingizni pesh qilib so'ramang. Zakot berib qo'yib turib, zakot berganingizni pesh qilib so'ramang. Balki so'rang, Parvardigor o'zingni fazli marhamatingdan ber deylik. Agar qilgan amalimizga mukofot talab qilsak, bu ixlosimizni pasaytirib, susaytirib yuboradigan amal ekan. Buni misol bilan tushuntiramiz. Ahmad ismli bir odam ko'chada ketayotdi bomdod namoziga. Yo'lda bir chakasi bir qop qimillayapti. Nima ekan deb borib ochuvdi, bir yangi tug'ilgan chaqaloqni tashab ketishibdi. Hali chaqaloqni oldi, uyga olib keldi, parvarish qildi, yuvdi, taradi, ism qo'ydi, o'zini bolasidek katta qildi. Maktabga olib bordi. Ta'lim tarbiyasiga pul sarfladi, katta qildi, balog'atga yetdi, oliygohga kirdi. O'zini yurtidagi bir universitetni tugatgandan keyin tabobat bo'yicha unga ham qanoatlanmasdan boshqa chet mamlakatga yubordi. Ya'ni ham bir mutaxassisligi balad bo'lsin deb. Xullas bitirib keldi. Hali odam 30 ga kirdi, 35 ga kirdi. Topib olingan bola. Katta bir tabib bo'lib yetishdi. O'zini bir jamiyatda o'rnini topib, odamlarga foyda keltirib, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ldi. Boyaga Ahmadning unga ko'rsatgan fazli sababli. Endi bir kun Ahmad qornida og'riq sezib qoldi-da, tabibga borish kerak. Qayerga boradi? O'zi boqib katta qilgan bolasini oldiga bordi. Ahmadni qabul qildi, o'gay otasini. Tashxisni qo'ydi, dorini yozdi va qo'liga qog'ozni berayotib turib, ko'nidan xizmat haq olsammi degan fikr o'tdi. Hali so'ramadi u pul bering deb. Xayolidan o'tdi. Bu tabibni shu fikrini o'zi jinoyat emasmi? Jinoyat-a? Endi siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan, shuncha ne'matlarni bergan, qilgan xatolarimizga bizga baloni yubormasdan avf qilib, hayotimizni farovon kechishligini ta'minlab turgan Parvardigorimizga 2 rakat namoz o'qib qo'yib turib, Parvardigor men 2 rakat namozingni o'qidim, endi menga mana uni ber deyishlik jinoyat emasmi? Kishining ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan narsa bor. Bu qilgan savobli amaliga Allohdan mukofotni talab qilishligi. Shuning uchun har safar duoda oxirida bi fazlika va karamika ya akramal akramin deb duo qilamiz. Fazling bilan, karaming bilan, marhamating bilan bergin, ey Parvardigor deb duo qilamiz. Astagfirullah. Hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Alloh taolo inson surasida aytadi. Aniqki insonning ustiga zamondan u tilga olgulik bir narsa bo'lmagan vaqt muddat ham kelgandir. Ya'ni bir zamon bo'lgan siz bilan biz hech narsa bo'lmaganmiz. Bundan 150 yil burun bittamiz ham yo'q edik. Biz hech narsa emas edik. Tilga olinadigan narsa emas edik. Yo'q edik biz vujudda. Alloh bizni bor qildi. Alloh bizni tirik qildi. Alloh bizni sog' qildi. Alloh bizga iymonni berdi. Alloh taolo siz bilan bizga rizqni berdi. Endi shuncha ne'matni berib turgan Parvardigordan qo'ygan amalimizni pesh qilib turib so'ramaylik. Fazli karamidan bersin. Allohdan so'ra, chunki so'rashning o'zi ibodat. Faqat Allohning fazlidan so'ra. Sen birodar Allohning bandalarining xizmatida turibsan. Sen Allohning qullarining xizmatida turibsan. Sen o'zing Allohning qulisan. Man afzalun nas ya Rasululloh deb so'rashdi. Odamlarning afzali kim yo Rasululloh? Rasululloh javob berdilar: Afzalun nas anfa'uhum lin-nas. Odamlarning eng afzali, eng yaxshisi kim? Odamlarga foydasi tegadigani. Birodar, jamiyatga foyda istaysan. Ilmingiz bilan, pulingiz bilan, hunaringiz bilan, nasihatingiz bilan, shirin so'zingiz bilan, kalachini to'rlab qo'yishlik bilan masjidga chiqib ketayotgan odamlarni
Odamlarga foydamiz tegsa yigitlar. Odamlarga foydasi tegadigan odam eng yaxshi odam dedi. Odam o'ziga bergan bahosi katta bo'ladigan bo'lsa, o'zini maqtovga loyiq deb bilsa, o'zini beayb bilsa, bu uning ixlosidagi kamchilikka ishora bo'ladi. Tobiinlardan biri aytadiki, 40 ta sahobani suhbatida o'tirdim, ular bilan uchrashdim. Ularning hammasida bitta g'am bor edi. Munofiq emasmikinman men degan. Bu sahobalar Rasulullohning qiyin kunlarda yonida turgan, Rasulullohga bir ko'mak bo'lgan, Rasululloh ulardan rozi bo'lgan, issiq kunlarda bor yo'g'ida Rasulullohning oldida turganlar, Rasulullohni tashlab qo'ymagan sahobalar o'zlarini ustida mana shunday xavotir, g'amda turgan bo'lsa, biz ham o'zimiz haqida g'am qilishimiz kerak emasmi? Inson o'zini nafsidan xotirjam bo'lib qolishi, o'ziga katta baho berishi, boshqalardan o'zini ustun deb bilishi ixlosini kamchiligiga dalolat qiladi. 3 ta narsa. Insonning ixlosiga xalal yetkazadigan 3 ta narsa. Birinchisi, o'zi nafsini malomat qilmay qo'yishligi. Bilasizlar, nafs 3 xil bo'ladi. Nafsul lavvoma, nafsul ammora, nafsul mutmainna. Nafs bu jon edi. Nafs bu siz bilan biz edigan. Birinchisi, o'zini egasini doim malomat qilib turadigan nafs. Ikkinchisi, o'zini egasini yomonlikka buyurib turadigan nafs. Uchinchisi, xotirjam nafs. Salaf solihinlar o'zlarining nafslarini doim malomat qilib turishgan. Boshqalar haqida yaxshi yomonda bo'lishgan. Mana shu mo'minning alomati. Boshqalar haqida yaxshi yomonda, lekin o'zini doim tergab turadi. Agar bir birodaringizga musibat kelsa, u haqida yaxshi gumon qilib aytishingiz kerakki, mana shu musibat uning darajasini ko'taradigan musibat bo'ldi deysiz. O'zingizga musibat kelsa, bu o'zimning aybim sababli keldi deysiz. O'zingizni nafsingizni malomat qilasiz. Tushunarlimi? O'zi asli nima musibat kelsa, qilgan ishimiz tufayli bo'ladi. O'zimizda ayb bor. Endi mabodo ayb bo'lmasa ham nazaringizda kelsa, Alloh darajangizni ko'taradigan bo'ladi. Bizda teskarisida, ana, fe'liga yarasha kun keldi. O'zi shunga loyiq edi bu. Ajab bo'pti. O'zi bundan bettariga loyiq edi. Unga yomon kun kelsa, nariga ro'parangizda turgan odamga yomon kun kelsa, demak, ixlosga putur yetkazadigan birinchi narsa kishi o'zini malomat qilmay qo'yishligi. Ikkinchisi, amalingiz uchun Allohdan mukofot talab qilishingiz. Mana shu ham xalal yetkazadi ixlosingizga. Uchinchisi, amalingiz ko'zingizga tashlanib turishi, u bilan faxrlanishingiz, maqtovni kutishingiz. Atigi musulmon odam xolis bo'ladigan bo'lsa, savobni ish qiladi-da, qilmaganda ketadi. Balolarga nonni tashladingiz-ku hovuzga. Yedi ketdi, tashamaganda ketasiz-da, to'g'rimi? Ertasi kuni o'tib ketayotib hovuzning oldinda qarab qo'ymaysiz-da. Savobli amalni qiladi, esdan chiqaradi. Qanaqa odam? Muxlis odam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, qarang, islom mo'jizasi deyiladi. Rasulullohning duosining barakoti, islomga quvvat bo'lgan kishi. Madinani ko'chalarini tunda aylanib yurar ekan, odatiga ko'ra. Shaharning bir chekarog'ida bir ayol kishini qo'lida bolasi yig'layotganligini ko'rdi. Chodir tikib o'tiribdi. Borsa, emizili bola yig'layapti, ona emizmayapti. Kelib, emizmaysizmi dedi, ayol parvo qilmadi. Bola yig'layapti. Dod deb yig'layapti. Emizmaysizmi? Xullas, achchig'i kelib, yomon ayol ekansiz. Emizmaysizmi dedi. Biz bilan ishingiz nima siz dedi. Men buni sutdan chiqaryapman, indamaydi. Nimaga sutdan chiqaryapsiz desa, xalifa Umar sutdan chiqqan bolalarga keyin nafaqa beradi. O'shuning uchun sutdan chiqaryapman dedi. Ayol ro'parasida xalifa turganligini bilmayapti. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hushidan ketishga yaqin bo'ldi. Keyin o'ziga o'zi aytdiki, "Ey Xattobning bolasi, senga voy bo'lsin. Musulmonlarning bolalaridan nechtasini o'ldirding?" dedi. Va ayolga, "Ertaga xalifaning huzuriga boring. Men ana shu nafaqani belgilatib beraman" dedi. Ana shu kundan boshlab emiziklik bolalarga ham tug'ilgan kundan nafaqa beradigan bo'ldi. Bo'lmasam bu kishi tirikligida jannatiyligini eshitgan edi Rasulullohning tillarida. 10 ta sahoba ismi aytilganda jannati, ikkinchisi Umar ibn Xattob. Mana shunday bir maqom martabaga yetishgan
Rasulullohni rozi qilgan sahoba o'zini malomat qilib turibdi. Aytar ediki, qaniydi Umarning onasi tug'masa, qaniydi men dunyoga kelmasam, qaniydi qilgan amallarim savobimga ham, gunohimga ham, foydamga ham, ziyonimga ham bo'lmasa deb yig'lar edi. Bu Umar odil o'zini shunday malomat qilib turibdi. Biz ham shunaqa qilib malomat qilamizmi o'zimizni? Yana aytar edi, Robbimning huzuriga borganimda qilgan amallarim foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini orzu qilgan bo'lardim deydi. Chunki u kishi muxlis odam edi, birodarlar. Muxlis odam o'zini ustida Robbisining fazli ulug' ekanligini biladi. Muxlis odam har qancha Allohga ibodat qilmasin, har qancha ixlos qilmasin, Allohni ustidagi o'zini ustidagi haqqini ado qilmasligini yaxshi biladi. Borini sarflaganida ham Alloh taoloning fazliga yarasha, marhamatiga yarasha ibodat qila olmasligini yaxshi biladi. Qilgan amalini Allohga minnat qilgan odam Allohni tanimabdi, ixlos degan ne'matni totmabdi. Qaytarib aytamiz, qilgan amalini Allohga minnat qilgan odam o'zini tanimabdi. Endi o'zini tanimagandan keyin Robbisini ham tanimabdi. Demak, bu odam ixlos nimaligini totmabdi. Astagfirullah. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Arablar kelib, biz sizga iymon keltirdik deb payg'ambarimizga minnat qilishganida, ular sizga musulmon bo'lganlarni minnat qilur. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringda sodiq bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Siz iymon keltirganingiz yo'q, Alloh sizni hidoyat qildi, keyin iymon keltirdingiz. Da'vat qilayotgan banda, Alloh taolo shu bandaga haq so'zni aytishlikka yo'l berdi. Ana shu da'vat qilayotgan banda muxlis bo'lishlik kerak. Aytish kerakki, Parvardigor, o'zingga hamd sano bo'lsin. Menga shu da'vatni qilishga imkon berding. Meni solih bandalardan bo'lishimga izn berding. To'g'ri yo'lga yetaydigan insonlarni menga hamroh qilding. O'zingga hamd sano bo'lsin. Agar shunday desa, bu da'vatchi muxlis bo'ladi. Ixlosning alomati oshkora va maxfiy ishlaringizda bir xil bo'lishingiz. Ixlosning alomati odamlar sizni maqtaydimi, yomonlaydimi, sizga bir farqsiz bo'lishligi. Ixlosning alomati Allohdan boshqalarni o'zingizning amalingizga guvoh bo'lishini xohlamasligingiz. Ixlosning alomati amalingiz uchun bandalardan mukofotni talab qilmasligingiz. Bir odam hajga bormoqchi bo'lib, harakat qilib safarga otlandi. Qo'lida katta mablag' bor, qo'yib ketgani bir ishonchli odam istab topa olmadi. Keyin masjidga boray, masjidda bo'ladi bunaqa ishonchli odamlar dedi-da, masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarni kuzatdi. Qaysinisini namozi xushu bilan, taqvo bilan chiroyli bo'lsa, o'sha odamga berib ketaman, shu odam omonatdor bo'ladi dedi. Kelib namozxonlarni bir chekkada turib tomosha qilib kuzatdi. Ana shularning ichida bitta odamning namozi bu kishiga yoqib qoldi. O'zini hokisor tutgan, ko'zlarini mahkam yumib olgan, qo'yingki namozi boshqalardan namozdan yaxshi. Namoz tugagandan keyin haligi odam oldiga kelib, "Vallohi menga namozingiz yoqdi. Men hajga ketmoqchiman. Qo'yib ketgani bir omonatdor odamim yo'q. Katta mablag'imni sizga bir qo'yib ketay demoqchiman. Nima deysiz?" desa, haligi kishi nima deydi? "Men yana ro'za ham tutuvdim bugun" dedi. Dedi, bu kishi aytdiki, "Shu ro'zadorligingiz yoqmadi menga." Dedi-da omonatni bermay ketdi. Shu bildirgisi kelib turadi. Bildirgisi kelib turadi doim. Aytdi-ku, masjidga birov gilom solib qo'yibdi. Ertaman chiqsak, yangi gilom polos solib qo'yibdi. So'pi ham bilmayapti, kechqurunda qilib qo'yibdi birov. Kim qildi ekan? Kim qildi ekan? Desa nafsingiz nima deydi? Men degisi keladi, lekin ixlosi bor odam buni yopadi. Ixlos birodarlar eng xatarli mavzu. Chunki ixlos dinning yarmi, ixlos amallarimizning yarmi. Payg'ambarimiz aytganlaridek, innamal a'malu binniyat. Amallar faqat niyatga qarab bo'ladi. Agar niyat to'g'ri bo'lsa,
Garchi shu amalni qila olmagan bo'lsangiz ham, sizga shu ishni qildi degan savob yoziladi, xotirjam bo'ling. Ertaga jumaga boraman, stroka bo'lyapti, etak tutadi, men 1000 so'mni beraman deb soldi cho'ntagingizga. Ertaman turib kiydingiz. Shu kiymingizni. Keldingiz, etak tutayotganda shunday qarasangiz tushib qopti-da pul. Kechqurun solgansiz, o'g'irlab qo'yibdimi, tushib qoptimi? Mana 1000 so'm tashamadingiz. Savob bormi sizga? Bor. Chunki sizni qilgan savobli amalingiz sizga savob bo'lish uchun 3 ta narsa bo'lish kerak bu amalingizda. Niyat bo'lish kerak. Shu niyatingizga qudratingiz yetish kerak va mana shu niyatingiz bilan qudratingiz yetgan narsani amalga oshirish uchun harakat qilishingiz kerak. 1000 so'mni niyat qildingiz. Qudratingiz yetdi. Cho'ntakka solib olib keldingiz, olib tashlaydi o'dingiz yo'q. 1000 so'm bergan savobni oldingiz. Endi aksincha, niyat yo'q edi. Qudrat bor edi. Qudrat bor, niyat yo'q. Lekin tutganda berib qo'ydingiz. Xijolat bo'lganingizdan qabul bo'ldimi? Qabul bo'lmadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.